Bismillah. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, qalbga yoqimli narxda Cadillac Escalade Sport Platinum sotuvga yetib keldi. Qisqacha obzor bilan oxirida narxini aytib o'tib ketamiz. Shunaqa yoqimli. Motor ostida bu maxluqqa 6.2 motor, V8, 420 ta ot kuchi bor. Bitta oldinlarni ko'rsatib o'tib keting. Mana lupariklarni taxlab qo'ygan ledlari. Bunda nочной видение bor. Oldida radar, kamera, logolarni yonib turishini qarang. Bismillah. Eshiklarni ochilishiga maza qilaman-da. Vydyujnoy porog 22 diska balonli, turibdi yumshoq diska balonlida. Bu pnevmada bo'ladi qadrdonlar. Yopilishini qarang. Bu B-option. Birinchi bo'lib Cadillac'larda ko'rsatgan edi. Qadrdonlar, bu Cadillac Escalade Sport Platinum 2026-yil model bo'ladi, ya'ni modeli. Tepamiz panorama oyna, Alicantara 36 ta 2G kolonkalari bor. Undan tashqari head-up display, stenalarımizda massaj, abduf abagreiflargacha bor. Eng kerakli fishkani hech kim ko'rsatmadi, bitta ko'rsating, uncha Cadillac'da yo'q, Face ID'largacha bor bunda. Zdena pamyat, hamma narsa polniy elektropaket. Oxiri bitta fishkasi, mash paneliga maza qo'raman. Kimki niyat qilgan bo'lsa, Alloh hammaga yetkazsin. Qorada. Eshiklarni yopilishiga maza qilaman, bismillah. Ana qarang. Hammasi elektronik, ochiladi, yopiladi. Alloh hammaga nasib etsin. Har doim har bitta mashinani video qilayotganimizda albatta niyat qilib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Qadrdonlar, buni narxi $127,000. Har doim ta'kidlab o'tganimdek, ochilishiga maza qo'raman. Qadrdonlar bilan, partnyorlar bilan golf klublarga borganda, partnyorlarni kutib olganda, albatta oila uchun juda ham zo'r. Orqada ko'rib turganingizdek, subwooferlarda bu qadrdonlar 6 o'rindiqli bo'ladi. Polniy elektropaket. Shu video ostida bojxona, yo'l kira yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ha, aytgancha, buksirovka 3 tonnagacha bemalol tortib beradi.